Assalomu alaykum do'stlar. Biz yana bir bor sizlar bilan ko'rishimizdan maqsad Svoboda. Nima erkinlik? Birinchidan bu erkinlik. Mana masalan o'zimizdan mana bugun ertalabdan mana dachadamiz. Lekin onlaynda savdomiz bo'lyapti. shu narsaga erishgan ekansiz. Nima sizda orzu bo'lganki, shu yana o'zingizni bir bilimingizni oshirishga qaror qabul qildingiz. Sizlarda bitta sikl aylantirishinglarda necha foiz qoladi? Shunga yaqin. Shu 10 mingga уже 20% marji bilan ishlaymiz biz ham. Ya'ni oyiga 10% daromad berish kerak. Ha, o'ylamasdan hozir o'qaymi, o'qimaymi deganlarga tavsiya qilaman. Kelyaptilar, men tushunmayapman deyaptilar. Nima desa minusga kirdik. Qancha deb. Xudo qarasa 90 million minusda tur. Assalomu alaykum do'stlar. Biz yana bir bor sizlar bilan ko'rishimizdan maqsad shu elektron tijoratda, Uzumda, Yandexda va O'zbekistondagi elektron tijoratda atrofli mavzularni yoritish. Meni ismim Sherzod Mirxajayev, Proecom ekosistemaning asoschisiman va shu formatdagi elektron tijoratda ko'proq qiymat berish maqsadida mana shu podkastlarimizni olib boryapmiz. Bundan oldingi videolardan ko'rgan bo'lsangiz kerak. Va bugungi navbatdagi uchrashuvimiz bu bizani Proecom akademiyasini 12-dasturini bitiruvchilari. Bugun mana formatimiz dacha formatda bizani taklif qilishgan qaytangi shotga rahmat kattakon. Shu formatda bitta suhbat qilaylik. Qani sarf hisob qilib turib 8 oy ichida nima bo'ldi, nimaga erishildi, nima yutqizuvlar bo'ldi va hozir endi boshlamoqchi bo'lgan odamlarga elektron tijoratda savdo qilishi yoki уже savdo qilib turganlarga qanaqa tavsiyalar bo'ladi? Realni hozirgi paytda savdo qilayotganlarning orasidagi tavsiyalarni birma-bir berib boramiz. Undan oldin targachilik ko'rilmagan, hamma narsani borichalik ko'rsataveramiz, shunga rozi bo'lasizlar. Biz bilan birga Sarvar aka, Bobur akamlar va Dilshod akamlar. Bular o'zini kategoriyasida Uzumda ham, Yandexda ham top seller. Mana Dilshod aka bilan yaqinda Yandex podkastida ham birga chiqqan edik. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p, endi suhbatimizni nimadan boshlaymiz? O'zi nimaga bu sohaga kirildi? Hamma misol o'zini anaqasini birma-bir ochib bersin-da. Sabab, kirilgandan sabab. Svoboda. Nima erkinlik? Birinchidan bu erkinlik. Mana masalan o'zimizdan mana bugun ertalabdan mana dachadamiz. Lekin onlaynda savdomiz bo'lyapti. Oldin offlaynda savdo qilganmiz. Offlayn magazinimiz bo'lgan, kichkina magazinchamiz bo'lgan. Arendasini to'lab, boshqasini qilib, bosh og'riqlari bo'lgan keyin nimadirlar sabab bo'lib u magazin yopilishga majbur qilib bo'lgan. Keyin tovarni qayerda sotamiz, qayerda sotamiz? Uzumga sotib, Uzumda keyin nima qilganmiz-da? Maqsad shu. Nechinchi yil kirgansiz? Ben o'tgan yil 2024 may oylarida kirganman. Yanvar oy bu 25-yil yanvar oyigacha o'sha 1 oylik savdoyimiz shu 150-200 million bo'lgan oboroti. U patologga kelib nima qilganda, shu patologini kelgan, qayerda nimadir foyda, qayerda foyda qilyapmiz, qayerda zarar qilyapmiz buni bilmaganmiz. Shuning uchun o'qiganmiz-da keyin. O'zi 150 million savdo qilgan bo'lsangiz, misol uchun haligacha muncha odam bunaqa savdo qila olmaydi misolda. Shu narsaga erishgan ekansiz. Nima sizda orzu bo'lganki, shu yana o'zingizni bir bilimingizni oshirishga qaror qabul qildingiz? Bilim oshirishga bu nima deydi? Masalan, savdo bo'lgan, lekin qayerda foydamiz, qayerda zararimiz, qanchalik foyda qilyapmiz, qanchalik zarar qilyapmiz, o'sha narsani bilmaganmiz. Bu nima deydi? Ya'ni unit ekonomika deydi. Masalan, tovar себестоимости qancha foizi foydamiz, qancha foizi nimamiz, оборотimiz qanaqa bo'ladi, masalan, nechta tovarlarimiz, qancha tovarlarimiz platniy xraneniyaga o'tib ketgan, o'sha narsalarni unchalik bilmaganmiz, tushunmaganmiz. Ya'ni biznesingizda xaos bo'lgan. Xaos tushunib yig'ib olish kerak bo'lgan. Xuddi mashinani o'zingiz boshqarsangiz, misol uchun spokойно haydab ketaverasiz, birov boshqaradigan bo'lsa, nuqul bezovta bo'laverasiz. Oyog'ingiz to'g'rimizga ketib qolaveradi. Xuddi shunaqa bo'lgan. Masalan, 150 million, 200 million oborot bo'lganda ham o'sha paytda ortiqcha pul yonimizda bo'lmaganda. O'sha narsa eng og'riqli narsa bo'lgan. O'zi nimaga yuribmiz, nimaga savdo qilyapmiz, bundan oborot bo'lyapti, lekin cho'ntakda pul yo'q. Endi u paytda ortiqcha pul bo'lmagan bo'lsa, hozir bormi ortiqcha pul? Endi ortiqcha pul deganda ham nima? U tovarda. Masalan, marketplace'da, imенно Uzum bo'lsa ham, Yandex Market bo'lsa ham, marketplace'da o'qiysiz, nima qilasiz? Savdoga kirganingizdan keyin eng birinchi muammo pul yetkazish. Pul yetmaydi. Pul yetmaydi, shunaqa. Pul yetmasa nima qilish kerak? Investor. Faqat investor. Hozir investor jalb qildingizmi? Ikkita investor qilganmiz, jalb qilganmiz. Jalb qilgansiz. Ha, yaxshi. U hammasi o'zbekistonlik. Hammasi o'zbekistonlik. Ha, zo'r. Bobur aka sizchi? O'zi mana oldin tadbirkorlik bilan shug'ullanardingiz. Bir o'rmonlar sotib olganman derdingiz.
u Rossiyaga borib, boshqa qilib Aka biz yoshlikdan shu savdo sohasiga qiziqqanman o'zi. Magazinim bor edi, ikkita offline shaharning ichida. O'sha ko'rinayotgan edi-da, o'sha savdo ustlashib, onlayn savdo rivojlanayotganini o'sha sezayotgan edim. Keyin o'sha bolalar tavsiya qilishdi, onlayn savdoga o'sha asta o'tish kerak. Asta izlandik. Uzum ochildi. Uzum ochilganidan keyin 1-2 yil o'tib, sherigim akam Dilshod aka bilan Uzumda savdoni boshlaganmiz. Shu yilning boshida boshladik. shu 2025 boshida boshladingiz. 24 da o'tgan yili qancha bo'ldi? Shu 1 yilga yaqin bo'ldi. 1 yilga bo'lgani yo'q. Asta endi hammasini endi to'g'ri aytish kerak. Znaniy yo'q edi bu narsada. Qidirardim u yoq bolalardan so'rab. Instagramda ko'rganman sizni. Endi to'g'risini aytib beryapman. Qanday boshlangan hammasini. Dilshod akam bilan maslahatlashganmiz. Nimangizga keluvdik, birinchi nimangizga kelib. Seminarga kelgansiz. Seminarga kelib Dilshod akam bilan Samarqanddan avval o'ylanganmiz boshida. Kelib ketish, u yo'l haftada 2 marta Toshkentga kelib ketish. Shuncha vaqtimizni sarflashga arziydimi deb O'ylanganmiz, nima qilamiz deb, keyin tavakkal qilib bir narsaga erishish uchun bir narsani nima qilish kerak dedik. Akam bilan, Dilshod aka bilan kelib o'qidik. O'ylamagan edik, что shunaqa rivojlanib ketadi bu deb. Mehr berdik. Endi sizdan ilm olib hozir savdo qilyapmiz. Savdomiz yaxshi, yomon emas. qancha endi sir bo'lmasa, hammaga shu qizu. U chiqib Bobur akamlar gapiryaptilar, o'zini hech bir savdo qilar ekanlar deydi. Savdomiz aka endi summasini aytmaylik-ku. Shu Uzumda qancha o'zimizni kategoriyamizda top 10 talikka turamiz Uzumda. Yandexda top 3 talikda turamiz. Shundan o'sha nimasini chiqarib olsa bo'ladi. Bu narsa sirmi? Milliarddan oshgan. Milliarddan oshgan? Alloh barakasini bersin. Ya'ni milliarddan oshgan deganingiz oyiga. Oyiga 300 milliondan oshiq o'sha savdolar. 300 milliondan oshiq. Ya'ni hammaga dan ko'ra foydasi qiz-da. Misol mana hammada mana siz o'zingiz ham offline bizneslar qilgansiz, juda ko'p. Misol bilaman, alyuminium sotasiz, bilishim bo'yicha. Misol o'rmonlar, Rossiyada bir et bergan edingiz. Nechidan millionli o'rmonlar bilan shug'ullanib boshqa qilib. Foyda jihatidan misol uchun offlayndagi o'zimizni biznes, traditsion bizneslarni bilan solishtirganda buni qiyin osonligi va foyda jihatidan misol 300 million savdo qilsangiz, o'shandan 5%, 10% qanchasi foydaga qoladi? Realni qo'liga tegadigan pul misol. Realni aka hamma narsadan har xil kategoriyada har xil foyda ko'rasiz. Va основной bunga tovarni to'g'ri tanlash kerak. Analitika qilish kerak. Harakat qilish kerak. Hech O'zbekistonda masalan yo'q narsalarni olib kirishga Xitoy bilan ishlayapmiz hozir. Va основной Xitoy bilan o'zimizni zavodlar bilan ishlaymiz. Afzalligi onlaynni uncha ko'p ish talab qilmaydi. Faqat kalonni ishlatib ishlasaga, endi to'g'risini tan olish kerak, men salgina dangasaman. Dangasalar biznesi. Dangasalar uchun juda zo'r biznes bu. Salgina ishni yo'lga qo'yib olsangiz, o'sha uyoqqa ketaveradi. Endi hozir mana bu ko'rayotgan odam, dangasan biznesiga, men divanda o'tiraversan, o'zidan o'zi biznes bo'lib ketar ekan degan xayolda shunaqa odam bo'lsa kerak. Aytgancha like bosib, pastda kommentariyada har xil savollarni beradigan bo'lsanglar, YouTube algoritmi mana shuni tepaga ko'taradi, boshqalarga ham tavsiya beradi. Shunga bir hissingizni qo'shgan bo'lasiz. Hali gapga qaytib kelamiz. Dangasa deganda, men ishlamasam ham o'z pul ko'rar ekan degan xayol bo'lsa, Umuman ishlamaslikka o'sha o'ringa avval yetish kerak. O'qish kerak avval. Znaniysiz bo'lmaydi bu narsa. Bunda shunday. Bir gap bor, bu oddiy gap emas. Bir narsani bilmoqchi bo'lsang, biladigan odamdan so'ra deyishadi-ku. Muqaddas kitobimizda ham yozilgan Qur'onda. Shuning uchun biladigan odamdan to'g'ri ilm olib, to'g'ri ishlatsa o'shani bu dushisi bor o'sha bu sohani men ko'p o'z bilasiz ko'p ishlar qilganman. O'sha bu ishga kirganimizdan keyin shu qanaqadir odamni ichida baribir sezadi-ku, ichidagi nima aytadiki, shundan o'sha ko'tarilsa bo'ladi, normalniy pul ishlasa bo'ladi bundan. hozir aytgan gapingizda men ham eng oson biznes formulasini topib olganman. Qanaqadir biznesimizda
qiyinchilik bo'lsa yoki nimadirga bilimimiz yetmayotgan bo'lsa, uni ketidan yugurib, qilib ko'raman degandan ko'ra, birovdan borib o'sha bilimini sotib olganimiz bizga 1000 marta arzonroq tushadi. Tez yechim bo'ladi va o'shani tatbiq qilamizda, bu yog'iga yo xarajatimiz kamayadi, yo foydamiz ko'payadi. Boshiga biz o'ylanganmiz. Chunki bizda Samarqanddan kelib ketish ham bu xarajat, bilasiz. O'sha payt sovuq edi, o'zimizning mashinamizda kelib Yanvarda o'qigan deylar. soat 12 gacha boshini qotirardik, nima qilib qolib ertalab yana bir xil vaqt qolmasdan ham shu Samarqandga qaytish kerak bo'lgan paytlar qaytib, xullas 1-2 oy qiynalgan bo'lsak ham endi asta mevasini beryapti. Dal shu ko'zimiz yetyapti. Bu narsadan biz Xudo xolasa million ishlamoqchi. Xudo xolasa, Xudo xolasa. Endi kelajak biznes o'zi shu kelajakda o'sha men boshqa bizneslarni qilish hozircha nimamda yo'q. Shu sohaga ketmoqchiman. Xudo xolasa zo'r. Hop, Dilshod aka, mana siz Bobur akani sheriklarsiz. Shunday. Endi bilishim bo'yicha menimcha Bobur akadan savolliroq boshlagandingiz. O'zi masal mana o'sha savol. Nimaga o'zi kirgansiz bunga? O'zi men shu mashina sohasiga ishlasdim. Mashina olib sotasdik. Shunaqa bo'lib qolasdi. O'rtada shu mashinalarning nimasi, savdosi tashab ketdi. Men shu internetga kirib, ko'rib, shu uzumni kuzatib yurasdim. Nu toshni bilmasdim bu, o'zi uzum qanaqaligini. O'sha yoqdan har xil reelslar chiqib kelgandan keyin men qiziqdim, o'sha ichiga kirib ko'rib, qiziqish boshladi o'sha onlayn savdo deb. Shunga men o'sha birinchi marta shu onlayn o'qidim. Samarqandda turib o'sha. O'qimasdan boshlamadim men, o'qib boshladim. O'qigandan keyin o'sha savdoni boshladim o'sha. Savdo o'sha tovarimni qo'yganimdan beri o'sha sotuvga chiqqandan zahoti o'sha sotuv bo'lib ketdi. Odamga qiziqish nima yana uyg'otdi. Men o'sha yana ishga kirib savdoni boshladik. Yana boshqa kategoriyalarga narsani kirgizishni boshlab savdo qilib yurganimda o'sha ko'ryapman savdo u vaqt o'sha 25 million 30 milliongacha o'sha оборот qilasdim boshiga. Chiqara olmayapman-da o'sha. O'sha chiqarishni o'sha nima qilyapman, o'sha chiqarib bo'lmayapti. O'sha o'rtada biz Bobur aka bilan o'sha ko'rishib o'sha biz bu payt o'sha sherik bo'lib olgandik o'sha. Biz Bobur aka bilan o'sha ko'rib bu kishiga men shu ko'rayotgan paytim shu Promakon degan o'quv markazi. Shuni kishiga tashladim. Seminar bo'lar ekan, shu yerga boraylik. Bir narsa o'rganib kelamiz deb qiziqib ketganmiz shu yoqqa, Promakon nimasiga, o'quv markaziga. Shu yerdan o'sha yoqqa keldik, o'sha ko'rdik. O'sha yana offlaynga o'sha boshqacha odamga o'sha odam o'ziga ilmni oladi. Bu kishi bilan maslahatlashdik va aytganlaridek o'qidik yana Promakon nimasiga, o'quv markaziga. O'sha u yoqdan o'sha offlaynga o'qidib, borib keldik, nima qilib, bu yoqdan o'sha ilm olib, o'sha yana savdoyimiz ham ko'tarildi. Yana yangi nimalar, shu do'stlar, keyin yangi investorlar nima bo'ldi. Investorimiz ham masalan bor bizga. O'zimiz ham nima qildik, ancha ko'tarildik shu o'qiganimizdan keyin. Shu narsa sabab bo'lib shu onlayn nimaga, marketplace'larga kirib kelganmiz. Hozirda o'sha uzumga ham o'zi sotuvimiz ham yaxshi. Yandexga ham kirganmiz. Yandexdan ham uzumdan ham yaxshi bo'lib qolgan hozir. Hozir ikkalasini birlashtirib hisoblaydigan bo'lsangiz, qancha savdo qilyapti? Hozirda ikkalasini birlashtirsa agar 800 millioncha bo'ladi. 800 millioncha. Plus minus. Lekin haligi savolga baribir Bobur akamlar javob bermadilar, pishuvlar-da, mundoq yondan o'tib ketdilar. Misol hammaga qiziq-da, savdo qilsiz, ana telefonchi yo televizor sotadiganlar ko'radigan bo'lsa, men bir kunlik savdom 800 million deb o'ylash mumkin-da, misol. Foydani gapirsak. O'sha 800 million savdo qilinadigan bo'lsa, shundan qancha foyda olish mumkin realni? Hamma xarajat chiqarib tashlagandan keyin. Foyda endi hammaga o'sha qiziqda. Foydani men aytmaganimning sababi aytsangiz ishonmaydi. Birinchidan, ikkinchidan barakasi ketmasin deb aytmayapman. Baraka hammasi Allohda. Endi hamma shuni kutadi-da. Nimaga bular anaqani aytyapti, savdoni aytyapti-yu, foydasini aytmayapti deydi. Men hozir nima deya olaman, qilmoqchi bo'lganlarga ham, hozir o'qaymi yo o'qimaymi deb yurganlarga 100% tavsiya qilaman, faqat o'qib boshlanglar.
o'qimasdan u aniq nima bo'lib ketadi-da. Qilolmaydi birinchidan, keyin qiylanadi. Qilganidan ham pushaymon bo'ladi, qayerdan ham boshladim deydi. Shunaqa. Birinchi o'rinda o'qish kerak. O'qiydingizmi, o'sha yo'g'i ichkariga o'zib kirib ketasiz. O'sha savdolar ham o'sha boshlandimi, odam qiziqish paydo bo'lib qoladi. Hozirda mana biz o'tiribmiz bu yoqqa. Bemalol savdo bo'lib yotibdi. Savdo o'zi bo'lyapti yani. Ha, o'zi bo'lib yotibdi. Ha, telefoningizni ko'ring, qancha savdo bo'layotgan ekan. Hozir qaraymiz. O'zi qaranglar-chi. O'zi samarqandlik jib shu bo'ladi-da. Qarang, ikkita she'ri ham ikkalagasi ochishmadi. Mayli, baribir savol tegiga yetish kerak. 3 million edi o'zi, mana abonent qildim. 7 million bo'libdi. 7 million bo'libdi bugungiz. Bugungi. Bu bitta do'konda. Ha, mayli, qaranglar. Mana biz o'zimiznikini aytaman, agar sizlar yetmayotgan bo'lsanglar. Misol uchun biz oldindan reja qilib, unit ekonomikani hisob-kitob qilib, savdoni 20% sof marja beradigan qilib ishlaymiz. 2 oy siklda. Agar misol uchun 2 oy siklda bo'lsa, yiliga 6 marta pul aylantirsa bo'ladi. Qo'lingizda misol 10 ming bo'lsa, 100 ming bo'ladigan bo'lsa, uni 6 marta aylantirganingizdan keyin o'sha taxminan qo'lingizda misol uchun 10 ming dollaringiz bir yilda yana 12 ming dollar tug'ib beradi, misol uchun. Foydasi, tozasi. Yana u yo'qotib qo'ydim, xarajat bilan birga bir pul qoladi deb hisoblaymiz. Shuni hisob-kitobida ishlaymiz. Sizlarda bitta sikl aylantirishinglarda necha foiz qoladi? Shunga yaqin. Endi o siklni hisoblasak, o'zi bitta shu, masalan, 10 ming nima qilsa agar, bizlar ham shu 20-25 bo'lsa agar kiramiz shu kategoriyaga, undan past bo'lsa agar kirmaymiz. 10 mingni qanday endi? 10 mingni masalan vложить qildikmi, 20 bo'lsa agar, uni уже 2 oyda qaytib kelsa agar, u avtomatik 10 ga tushadi. 10 bo'ladi bu narsa. Shu 10 mingga уже 20% marja bilan ishlaymiz biz ham. Ya'ni oyiga 10% daromad berish kerak. Ha, shunaqa bo'ladi. Lekin ichida baribir o'zi 20 deymiz-ku, baribir 17, 15 ham bor. Lekin 25-30% marja ham bor. O'sha bu hisoblasak, shu o'rtaga hisoblaydigan bo'lsa 20 chiqadi. Ha, shunaqa bo'lib qoladi. 2 oylik siklda bitta pul oborotida 20% qoladi. Bu yog'ini mana matematikani hisoblaydigan bo'lsa, oyiga 10% bo'ladi. Bu 800 million savdo qilgan bo'lsa, demak 80 million foydasi bor degan. Endi shunaqa hisob-kitob qilib chiqarib olish kerak-ku, shu bo'lsa. To'g'ri. Hozir endi aytsangizlar, ko'pchilik ishonmaydi. Endi shu uchun shundan o'zi bilib olsalar bo'ladi. O'ylamasdan hozir o'qaymi, o'qimaymi deganlarga tavsiya qilaman. Hozirda baribir ham hozir O'zbekistonda marketplace yana kirib kelyapti, boshqa marketplacelar ham. Savdo qilishga bemalol hali qanday keng deyman-da. Bozor bo'sh. Bozor bo'sh. Kategoriyalar ham ko'p juda ham kirishga. Endi boshqalarchi mana bu boshqa shaharda ham o'zi kiryapti, masalan, boshqa shaharlarda ham o'zi uzun ishlayotganlar bor-da. Ular ishlagandan ko'ra o'zimizda bolalar ishlab nima qilsak yaxshi-da. Shu uchun bemalol o'qisalaringiz bo'ladi. Lekin boshlasangiz bo'ladi, faqat o'qib boshlanglar. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Mana yaxshi mavzuni Dilshod ko'tardilar. Bizani oliy maqsadimiz o'zi shu O'zbekistondagi aholi ko'proq shu chet elga borganda mehnat eksporti uchun, ya'ni Rossiyaga borib ishlayman, Amerikaga borib ishlayman, misol til kurslariga boradigan bo'lsangiz, til o'rganayotgan bolalardan bundoq so'rasangiz, aksariyati Amerikaga ketmoqchiman deydi, misol yoki Yevropaga. Maqsad qanaqa desa, trak haydayman, 5000 dollar oyiga ishlasam bo'lar ekan deydi. Mayli, xarajatini olib tashsa, misol uchun qo'liga yoki uyga jo'natadigan 3000 chiqar misolda. Mana Samarqandda ko'p u Amerikaga ketganlar boshqalar. Bizani kompaniyamizning oliy maqsadi shuni O'zbekistonda oila bag'rida bo'lib turib, shu chet elda, ya'ni Yevropani, Amerikani, Rossiyani, boshqasini bozorning salohiyatidan foydalanib turib, o'sha daromadni shu yerdan turib ham olsa bo'ladi. Birinchi qadami bu O'zbekistondagi Yandexda, Uzumda, mana keyingi yil 26-yilda Valberislarda misol chempion bo'lib olish kerak, oyog'iga qattiq turib olish kerak, undan keyin chet boshqa bozorlarga chiqsa bo'ladi. Men o'zim ham Uzumga kirishdan oldin Rossiyaga biznes qilaman deb borganman. Ishlayman deb emas, biznes qilaman deb. 20 kun yurdim, obratma keldim. Keyin bu ishni boshladik. Rossiyadagilar yaxshi qabul qildimi? Ha, chotki. Yo'q, tanishlar bor, men masalan o'qiganman u yerda. Hamma narsa bor, sharoiti. Baribir uydan uzoqsiz. Biznes plan qilib borgan edim, o'sha bo'lmadi u yerda. O'sha qarayapman, chota neto. Keyin orqaga qaytib
Baribir o'zingizni yurtingizda Конечно. baribir oila bag'rida boshqa u. Musofirchilik bu oson narsa emas. Mana biz ham o'sha 25 yildan beri tadbirkorlik qilayotgan bo'lsam, 18 yildan beri Xitoyga qatnayman, boshqa qilaman. Turkiyaga, Xitoyga ishlaganmiz. Kerak bo'lsa o'sha chilnok bo'lib tovar ham tashiganmiz misol uchun yoki o'sha Xitoyda ekonom qilamiz deb o'sha 2005-2006-yillarda ham misol uchun pullarimizni ekonom qilib yurardik-da. Musofirchilik oson emas. Bu endi bilasizki, siz ko'pi bilan bir oydan keyin uyga qaytib kelasiz-da. Lekin o'tga borib 3 oy, yarim yil, 1 yillab ishlaydigan bo'lsangiz, u janvar birinchidan oiladan uzilganingiz, ikkinchidan oxirida yana pulingizni ham misol oxirigacha ola olmasangiz yoki kam pul topadigan bo'lsangiz, shuncha vaqtingiz bekor ketdi degani. Shunaqa. Shuni shu yerda ham topsa iloji bor. O'zi podkast qilishimizdan maqsad ham shu-da. Maqsad shu odamlar ko'rsin, haqiqatdan misol mana pul topsa bo'lyapti. Bizi misol uchun Uzumga, Yandexga yoki kimdirga bog'langan vaqti joyimiz yo'q. Biz prosta boshimizdan o'tkazayotgan narsani ko'rsatyapmiz. Realniy o'sha savdoda nima achchuchiga bor. Baribir hamma narsa tekis bo'lmaydi-ku. Akan yana nima qo'shimcha qilmoqchiman. O'zi aytayapsiz-ku, offlaynda masalan Turkiyaga, Xitoyga borish kerak bo'lganda, men ham borganman Xitoyga ham, Turkiyaga ham. Baribir azobda borasiz, charchaysiz. Turkiya juda ham charchatadi odamni. Bu yerda hozir onlayn savdo qilmoqchi bo'lsangiz, hamma narsa internetda tayyor. Biz masalan Xitoyga, Turkiyaga borib o'tirmaymiz. Shu yerdan turib Xitoyga zakaz qilib beramiz. Borib kelish ham shart. Borib kelish ham shart emas. Shu yerda keladi, shu yerdan qabul qilib olamiz. Hammasi shu yerda bo'lsa bo'ladi. Faqat bittasiga kerak narsa, avval shu o'ringa chiqish kerak. Izlanish, o'qish kerak. Shu o'ringa chiqib, keyin oldingizga bitta kompyuterni qo'yasiz. Choyni damlab o'tirib savdoni qilaverasiz. Mana shu boya Bobur aka gapingizga men dangasalarni eshitdi deysiz-ku, bu to'g'ri ham-da. Masalan, shunaqa qilsa bo'ladi, marketplace'dan eng udobniy tomoni o'zi masalan hozir biz endi o'zimiz upakovka qilamiz, boshqa qilamiz. Endi nimalar keladi, odamlarimiz keladi, masalan, ishchilarimiz, nimalarimiz bor. Hattoki mana shu o'tgan yili boshlaganimizda bu kichkina kvartirada turardik. Endi u yerda upakovka qilishga, boshqa qilishga hech qanaqa sharoit yo'q. Lekin 150 million оборот qilganmiz. Bu degani juda katta tovar nima qilishdi. Bu eng plus tomoni fulfillmentlar bor hozir. Har xil. Даже mana shu fulfillmentga berib ham tovar qo'lingizga kelmaydi ham. Masalan, Xitoydan zakaz qildingiz, fulfillmentga olib borib, o'zi olib bordi, topshirdi, sizni o'rningizga upakovka qiladi, time slot oladi, boshqa qiladi, yana o'zi uzumga joylashtiradi. Bu haqiqiy bunday olib qarasa dangasalarni eshitsa ham bo'ladi. Fulfillment bir xil nima ekan bu deydi. O'shanga tushuntirib o'tib ketamiz. Fulfillment bu birovning omborxonasi siz uchun tovar qabul qiladi, siz uchun qo'li bilan upakovka qiladi, siz uchun olib borib beradi. Siz misol uchun yo tog'da o'tiribsizmi, yo o'zingiz kvartiringizda o'tiribsizmi yoki misol uchun o'sha viloyatdan uyingiz yoki kvartirada sharoitingiz yo'q, sizni o'rningizga qilib beradi, siz xizmat haqini to'laysiz. Bu orqali bunaqa fulfillmentlar butun dunyoda bor. Shunaqa. Shu dunyoda bo'lgani uchun siz shu yerdan turib xolasangiz xuddi shunaqa tarzda Rossiyada ham savdo qila olasiz, xuddi shunaqa tarzda xolasangiz Yevropada ham, Amerikada ham, boshqa ham savdo qila olasiz. Fulfillment bilan gaplashganman. Даже u aytayaptiki, shunaqa ruslar bizda savdo qiladi deydi, uzumda. Ruslar savdo qiladi deydi, ular O'zbekistonga kelmagan ham deydi. Kelmagan ham bo'ldi deydi. Biz o'zi biznesimizni shundan boshlaganmiz. Bizning birinchi qilgan ishimiz o'sha Rossiyadagi savdogarlar, o'sha uzum ochilayotgan paytda Rossiyadagi savdogarlarni bir etapi, misol uchun 30 ta 40 tasini tovarini bu yerdan qabul qilib, kimdir uni upakovka qilib uzumga olib borib berish kerak edi. O'shanga bizga aytishgan, shuni qiladigan odam yo'q, sizlar qilinglar shuni deshgan. Biz birinchi shuni boshlaganmiz. Keyin qarabsizki, ular bittasi urush boshlanib qolgan. Dubayda, bittasi Turkiyada, bittasi Rossiya, butun dunyoga qochib ketishgan. Misol uchun, o'sha yerdan turib Xitoydan tovar sotyapti, bu yoqqa kargoda jo'natyapti. Biz uni qabul qilib uzumga olib borib beramiz. Unda savdo bo'lyapti. Keyin uni pulini hisob raqamiga tushiryapti. Keyin yana Xitoyga chiqaryapti. Shunday. O'zi yo'q. O'zi yo'q. Biznes ketyapti. Biznes bitta kompyuterda. O'shanda xayol tug'ilgan. Shuni teskari qilsa bo'lmasmikan? Shuni butun o'sha O'zbekistondagi aholi shuni chet elda shuni boshqa fulfillmentdan foydalanib, bormasdan turib, o'zini uyida bo'lib turib, savdosini qilsa bo'ladi degan qilsa bo'larmikin deb o'zimiz qilib ko'rdik. Qarasak o'xshadi. Shuni keltiraman, hozir Qozog'istonda misol fulfillmentimiz bor, O'zbekistonda bor. Shu yerdan turib Qozog'istonda savdo qilyapmiz. Mana yaqin orada Rossiyadagi bozorga ham chiqyapmiz. Va ketimizdan bir nechta tadbirkorlar ham tortdi. Yuringlar, sizlar ham shu ishni qilinglar deb turib,
Bu yerdan turib bemalol o'zi to'g'ridan to'g'ri mijozga O'zbekistondagi fabrika, misol ishlab chiqaruvchi o'zini molini to'g'ridan to'g'ri Qozog'istonda yoki Rossiyadagi mijoz qo'ligacha ham sotyapti misol. Orada marketplace bor. Ko'pchilik mana anav aytadi marketplace'ga pul to'lash kerak ekan, komissiya ekan, xarajat qilish kerak ekan deydi. Marketplace'ni sherik qilib qabul qilish kerak. Siz sherigingiz bilan ishlaganingizda, sen tovarni olib kelib sotish bilan ovora bo'lgan, men tovarni yasash bilan yoki ishlab chiqarish bilan ovora bo'laman deb, ikkalamiz sherikchilik ish qilamiz deydigan bo'lsa, sotib beradigan bu marketplace-da. Siz uni topdingiz, qayerdandir olib keldingiz, pulingizni tikdingiz, marketplace-ga qo'ydingiz, sotilgandan keyin komissiyasini berasiz. Sotilmasa bermaysiz. Shunaqa modelda ishlaylik deb, keyin biz ham shuni ketma-ket shu ekotizimimizni qurganmiz-da. Shunaqa. Endi men bu gapni aytganimning sababi ko'p odam hozir o'ylanyapti-da, masalan, tovar olib kelsam qayerda upakovka qilaman? Uyim kichkina-ku. Masalan, boshqa ishda ishlaydi. Qachon uspet qilaman unga u yoq bu yoq deydi. Masalan, kunda bir 2 soat, 1,5 soat, 2 soat vaqtini faqat kompyuterda nima qilsa, bu narsani fulfillmentni o'zi ham qilib beradi, qilib bera oladi. Masalan, boshlanishiga. Mana zo'r gap ko'tardingiz. Realni bir kunda yoki haftadan oling. Kuniga qancha vaqtingiz shu ish bilan band? Haftasiga 3-4 kun 2 soatdan. 3-4 kun 2 soat. Maksimum. Qolgan payt o'zingiz ish bilan Ha, shug'ullanasiz. o'sha hozir bitta menejer nima qilganmiz? U даже anu skladga qancha yuborish kerak, o'sha narsani ham topshirganman. U yana ham qo'limizdan nimani olganda ishimizni. Mayli, menejer olmasdan o'zingiz Adan yagacha hammasi bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, realni bir haftada qancha vaqtingizni ketkazasiz? Soatda hisoblasak bir 10 soat ketmaydi. Hammasi общий. Shunaqa. Fizически ishdan tashqari faqat kompyuterda. To'g'ri. Agar o'zingiz upakovkani ham nima qilaman desangiz, kuniga 5-6 soat. 5-6 soat. Shunaqa. Sredniy hisoblaganingizda. Oddiy o'zi ish vaqtini hisoblasangiz 8 soat. Demak, misol, undan bemalolroq erkin rejimda xohlagan paytingizda ishlab, xohlasangiz ertalab, xohlasangiz kech payt, kimdir misol boshqa ish bilan shug'ullanib kunduz kuni o'zini bankka borib ishlar, boshqa qilar, kech payt ham qilsa bo'ladi. Ha, bemalol o'zimiz shundan boshlaganmiz-da. Men o'zim davlat ishida ishlaganman, soliqda ishlaganman. O'sha o'tgan yili yozgacha soliqda ishlaganman. Soliqda ishlab yurgan paytimda bu narsani boshlaganman. Mana shu narsasini ayting-da. O'sha sizdagi misol davlat ishida yoki bozorda ishlayotgan odam hozirchalik boshida anaqani ishini qattiq yopmasdan, o'tda ishlab turib, oilasini boqib turib, bu biznesni qilib ko'tarib olib, keyin bu yerda daromad ayoliga ko'paygandan keyin buni sekin akalar rahmat duo beraylik deb chiqib ketsa bo'ladi. O'zimiz shunday qilganmiz-da. Yana ham bemalol bo'laylik, erkinroq bo'laylik deb shu ish qilganmiz-da. To'g'ri, endi hamma ko'rayotganlar zo'r ekan deydi. Nima deydi? Ertakdek bo'lyapti, bizaga osmondan pul tushayotgan ekan deb xayolga boradi-da. Realni qiyinchilik joylari bor-ku baribir. Shuni ham aytinglar. Mana bunisi deb. Baribir o'zi faqat maqtayapmiz-ku. Baribir ko'rayotganlar aytishadi-da, baribir qiyinchilik bo'ladi, boshiga bo'ladi baribir qiyinchilik. Lekin xudo xolasa buni kelajagi bor. Hozir bizga shu O'zbekistonda bo'ya aytganimdek marketplace'lar kirib kelyapti. Boshiga baribir qiyinchilik bo'ladi. Odamni bekor kiribman, bekor masalan o'qibman deydi. Bu narsa boshiga menga ham shunaqa bo'lgan. Bu payt bir o'zim edim, shu uchun shunaqa bo'lgan menga. Bir o'zim paytim shunaqa. Chunki boshlangan paytim bir o'zim bozordan borib olib kelasdim, o'zim upakovka qilasdim, o'zim shu logistika borib berasdim, o'zim kartochka tuzasdim, hamma narsani o'zim qilasdim. Uje biz mana o'qiganimizdan keyin uje kurslarni o'qib o'rganimizdan keyin biz komanda yig'ishni boshlayapmiz, komandamizni yig'yapmiz, aslida mana buxgalteriyani shu payt ham o'zim qilasdim, uni men buxgalterni berganman. Bitta narsadan ancha nimada, boshim nima Delegatsiya qilgansiz. narsani boshqa narsaga nima qilaman. SPTni ham biz yo'lga qo'yganmiz, Samarqanddan uni ham topshirganman u yoqqa, nima bolalarga. SPTni ham o'zi qiladi. Men ham qiladigan ishim shu kompyuterdan hozir nima qilaman, ko'raman, nima kam, bolalarga aytaman, mana bularni tayyorlanglar, yuboramiz. Tamam. Keyin ko'raman yana qaysi nima kamchilik, boshqa kategoriyalarni ko'rib qiziqishini men qiziq ko'raman-da. Boshqa kategoriyaga bu kategoriyaga savdo qilyapmiz, yaxshimi? Boshqa kategoriyani ko'ramiz-da Kengaytirasiz. Ha, Yandex ham shunaqa. Yandexda o'zi biz FBSda ishlayapmiz Samarqanddan. FBS ham shu Samarqandda FBSga ishlab ham normal ishlayapmiz-da.
agar shu Yandex Market u Samarqanddan shu logistika nimasini qo'ysa agar xudo xolasa biz polni shu fevroga o'tamiz. O'zi bizga sal Toshkentdan shu Yandex Marketga nima olib borganimiz sal logistikasi sal nima bo'lyapti bizga-da. Nimasi to'xtatyapti FBO'ni? Misol uchun hali Sarvar aka aytganlaridagi tovaringizni shu yerdagi fulfillmentda qoldirib turib, shuni FBO'ga jo'nattirib yuboradigan bo'lsangiz, shu yechim bo'lmaydimi? Bizni hozir 70% tovarimiz shu o'zimizdan olamiz-da, zavodlardan ishlab chiqarishdan olamiz. 30%ni bu shu Xitoydan ursak agar ba'zi vaqtda bu yerdan ham beramiz. Hisoblab ko'ramiz, to'g'ri kelsa beramiz bu yoqdan ham, fulfillmentlarga beramiz bu yoqdan. Aslında u yoq 70% u yoqdan bo'lgandan keyin u yoqdan bizga hisoblab ko'rganimizda уже bizga shu yaxshi tushgan. Shu yoqdan udobno. Hozir endi Yandexga Fevroga ishlamoqchimiz. Shu Yandexga kirganimizdan keyin Fevroga yuborib ko'rdik narsalarimizni. Yaxshi sotildi, zo'r. Faqat hozir bizga shu logistika sal Yandexga muammo bo'lyapti bizga. Shu uchun hozirga biz shu FBSga ishlayapmiz hozirda. Shunaqa bo'lyapti. Tushunarli. Zo'r. Endi mana Bobur aka hozir Dilshod aka aytayotdilar, komanda, bu komanda bilan ishlashimiz kerak, boshqa deyapti. Mana ko'rib turgan odam, men endi o'zim boshlamoqchi bo'lsam, bitta o'zim, demak komanda bo'lmasa men buni qila olmas ekanman degan fikrda bo'ladi-da. Mana realniy maslahat bering. Bitta odam hozir o'zi noldan boshlamoqchi bo'lsa, komandasiz qancha vaqt kerak bunga, qancha mablag' kerak va nima uni oldida to'sqinlik kutib turibdiki, shunga tayyor bo'lish kerak. Bu o'zini qo'ygan maqsadiga o'zini qancha masalan foyda olmoqchi, o'shanga qarab mablag' qancha bo'lsa minimumdan boshlasa bo'ladi. Shu minimum qancha? 500 ming dollardan ham boshlasa bo'ladi. 500 ming dollar. 500 ming. 500 dollar. 1000 dollardan boshlasa, 500 ming dollardan boshlasa bo'ladi. Qancha ko'p tiksangiz, shuncha ko'p foyda olasiz. Dilshod aka bilan biz boshida boshlaganimizda bu kishi uylariga upakovka qilardik. Ammo shunday kelib yukni ortardik, ketardik. Keyin где-то 1-2 oy bu jarayon davom etdi-yu, ofis oldik. Kichkina ofisimiz bor edi. O'sha yerda ikkalamiz ofisni remont qilib kirdik ichkariga. O'sha yerda ikkalamiz o'tirib upakovka qilardik, o'zimiz qilardik. Rasmlarim ham bor, telefonda olib qo'yganmiz. Kerak boshlanadi. Amazonni podoldi rasmlari bo'ladi-yu, Microsoftda esdalik uchun o'zim o'tirib upakovka qilganlarimni rasmga olib qo'yganmiz. Bu ofis ham ko'p ishlatmadik, o'sha kichiklik qildi bizga. Tez rivojlandi. Где-то 2 oy shunday ofisga o'tirdik-ku. Keyin o'zimiz siz aytgandek shu fulfillment qildik, kattaroq qilib. Hozir endi o'sha yerga ham sig'mayapmiz. Yana kengaymoqsizlar. Xudo xolasa. Sherikchilikka baraka bor deydi-ku. Agar uni to'g'ri nima qilsangiz, sherikchilik qilsangiz gar. Xudo xolasa sherikchilikning nimasi zo'r. Shunaqa keladiki, odam o'ylamagan darajaga keladi. Agar u qila olsangiz-da u narsani. Har kim ham uni hozirgi paytda qila olmaydi-yu. Hozir xudo xolasa biz Xudoga shukr, yaxshi ketyapmiz hozir. Hasan aka, Husan aka, Mamasaidovlar, ustozlarimiz baraka topsin. Zo'r gaplari bor-da. 1 + 11. 1 + 1 11. Meni ham futbolkam bor, Faktor aka. 1 + 11 deyilgan. Ya'ni 1 1ga qo'ysangiz 2 emas, agar ikkita sherik zo'r bo'ladigan bo'lsa 11 bo'ladi. Karra o'sadi deganda. Sherikchilikda yetganingizda baraka ko'p. Ha, shunday. Biz ham o'zi birinchi qadam qo'yganimizda mana shu o'sha Rossiyadagi o'sha bitta qanaqani Kazan Express'i asoschilaridan biri bilan sherik bo'lib boshlaganmiz. Ana o'shanda haqiqatan baraka bo'lib, ana birdaniga karrasiga o'sish bo'lganda. Ya'ni o'zimiz ham xuddi sizlardagi, hammadagi Oroldan kelib chiqqanmiz. Ya'ni bizani tekstil sohamiz 21-22-yilda bankrotga qarab ketayotganda, o'sha paytda 1,160,000 dollar minusga kirganmiz. Общий bor-yu оборотimizni 1,160,000 ni ishchilarga o'sha oylik berib, boshqa qilib, pulni mollarimiz muzlab, Rossiyalarga sota olmagandan oxiri nimadir qilmasak o'lamiz, biznesimiz o'ladi degan narsadan keyin o'zimiz Rossiyaga borib qidirganmiz-da. Qani kim olar ekan? Retail olmayapti, ya'ni oddiy do'konlar olmayapti. Marketplace'lar olayotgan ekan, o'sha sotuvchilarni topamiz deb borib, keyin o'sha yerdan o'shalar bilan gaplashib, kelishib, keyin oxiri O'zbekistonda ochilyapti uzun market, ya'ni uzun emas u paytda day market. O'shanda tovaringlarni qo'yib sotsanglar bo'ladi, shunga kirib ketganmiz. Ya'ni Oroldan-da. Orol bo'lmasa hech kim chiqmaydi-da. To'g'ri. Ana
onam aytadilar, agar bolani qonni ochmasa yig'lamaydi misolda, o'shanga o'xshagan. Shunga hammamiz oromimizdan kelib chiqadi. Hozir ko'rayotgan odamlar ham kirmaymikan, kirmaymikan degan savol bilan o'tiribdi-da, mana shu onlayn savdoga. O'shanga nima deydi? Hamma narsa asal emas, hamma narsa tekis bo'lmaydi. Ana bu faqatgina bo'ldi, shundoq pulni qo'yib qo'ysam o'zi topadigan gap emas. Mehnat qilish kerak. Realni shuni qanaqadir muammolari bor, shu muammolarni ochaylik-da. Ana ko'rayotgan odam, nima deydi? O'zi tilda aytsangiz suvsoz, ya'ni suvni gapirmaylar bizga, ana aytadi-yu, o'rislarda, misol bezvadi deb. Borini dangal-dangaliga aytaylik. Mana bunaqa muammolari bor, shularga tayyor bo'lishingiz kerak. Xobiraga mana boshlayotgan odamga nima qilish kerakki, nimaga tayyor bo'lish kerak? Shuni ayting. Aka, bizda biz ishlayotgan paytimiz tanishlar keldi. Nima ish qilyapsizlar? Bizlar ham ishlaydi. Tavsiya berdik Dilshod akam, sizlar o'rgatdilar qo'ldan kelguncha. Bir ikkitasi qildi, ishlab keta olmadi. Hozir biz uzumni maqtayapmiz, bular ko'rib ertaga ishlay olmasa agar, u maqtagan eding, men pulimga quyibdim demasliklari uchun boyaga gap. Hozir o'ylamasinki, odamlar bular faqat reklama qilyapti, uni realni bilmasdan kirish noto'g'ri. Chunki biz boshida ko'p tovar nima qilganmiz, yuborib qo'yganmiz. Ko'ryapmiz, nima qilyapti? Pul yechyapti. Bilmaymiz nimadan, nima sababdan pul yechyapti. Вообще nol znaniya. Sizda o'sha payt kelib sizdan so'raganman, aka, pul yechyapti, bu nimadan desam, keyin tushuntirgan edingiz. O'shanaqa tonkuslarini bilsa, to'g'ri yondashib, to'g'ri savdo qilsa agar, shu joyini ham bilish kerak-da odamlar. Bilmasdan internetdan YouTube'ga baribir hamma informatsiya yo'q u yerda. Shunaqa. Nozik joylarni baribir odamlar baribir aytmaydi. Biz ham ketdimizga juda katta pulimiz ketdi. Tikkan pulimizdan почти anchagina pulimiz ham ketdi-da. Xudoga shukr, o'zini oqlab, hozir odamlar o'ylamasinki, faqat bo'ldi borib o'qisam agar, konkretni o'qish kerak, yo konkretni bilimi bo'lish kerak bu narsadan. Hozir bular o'ylamasinki, faqat o'qishga taqdir, o'qimasa o'qigandan ham tayyor bo'lish kerakki, sehrli tabletka yo'q. Uni kelib prosta qatnashib ketaveradigan bo'lsam, o'zidan o'zi bilib qolaman emas. Uni mehnat qilish kerak, o'tirib qo'li bilan ishlash kerak, kompyuterda kartochkalarni yaratish kerak, markirovka qilish kerak, analitika qilish kerak, uni olib borib topshirish kerak, undan keyin savdo qilgandan keyin uni sarf hisobini olish kerak. Qanaqa savdo yutqizib qo'yganman, nimaga? Anu konkurentim mendan arzon sotyapti degan narsalarni ko'rish kerak. Undan tashqari yana bilib olaylikki, misol hozir uzumda ham, Yandexda ham sotayotganlarni ko'pi hisob topini bilmaydi, sotayotgan narxini o'zi zarar qilayotganini ham bilmaydi. Ana sizlar ham bilasizlar, to'g'rimi bu narsani? Chunki oddiy unit ekonomika degan tushunchani bilishmaydi. Sotyapti 35 mingdan, misol uchun yoki 55 mingdan sotyapti, lekin uni komissiya boshqa hamma xarajatlarni olib tashlaydigan bo'lsa, tan narxi 20 ming bo'lsa, uni qo'liga 18 ming tegyapti misolda. Hozir bilmaydi, lekin yarim yildan kimda oylik ko'targanda qo'lidagi misol uchun 10 ming dollarga 5 ming bo'lib qoladi yoki va shu yo'qolib ketadi. Hisob topib boshqasini qilish kerak. To'g'ri, bir xil vaqt o'zimni baribir kirib listat qilib ko'rasiz, kim nima, bir xil vaqt ko'raman magazinlarni, analiz o'zim uchun. Bir xil tovarlarni 300 ta 400 ta omborga topshirgan, lekin u haftasiga ko'rsangiz agar 6 ta 7 ta sotyapti. U minus, o'ylaydiki, odam men o'zi foyda qilyapman, savdo bo'lib. Shunaqa. Lekin u ombordan ko'p tursa ham ular xaridiniga pul yechadi. Shunaqa. Shuni bilish kerak. Bitta tadbirkor kelganlar, sizlarni aytmayman. Offlaynda savdo qiladilar. Uni siz tovaringizni sotib beramiz, boshqa qilamiz deb, misol uchun menejer olganlar, bolalar boshqa qilishgan, tovar qo'yishgan misolda. Kelyaptilar, men tushunmayman deyaptilar. Nima desa, minusga kirdi. Qancha deb. Xudo qarasa 90 million minusda turibdi. Bunaqa ko'rganmisizlar? 90 millionda minusda turibdi. Ya'ni yarim yilmi, 1 yil davomida do'konda nima bo'layotganini bilishmagan. Hali menejerga topshirib qo'yishgan, u o'zi bilganicha qilgan nimadir. Oxiri aka o'xshamadi deganmi, yo haydab yuborganmi, nima bo'lgan, shu bilan kelishgan konsultatsiyaga. Oddiy narsa tovar tiqib tashlagan.
Shu o'zinglar bilgandek, tiqib tashlagan, oxir oqibatda ular faqatgina omborxonani to'lovini yozib minusga tiqib tashlagan misol. Shunaqa. Bo'lgan bizda bitta zavod bilan ishlaymiz, oyoq kiyim ishlab chiqaradi. Bitta yaxshi ukamiz, ular ham o'zini zavodi. Nima qilgan? Kabinet ochib, savdoga kirgizgan, buxgalterlari kirgizgan. Savdo yo'q aka deydi. Umuman bu rasmni to'g'ri ola olmagan birinchidan. Boshida biz ham rasmni qo'yganmiz, o'zimizcha rasm olib qo'yib nima qilganmiz, savdo uncha bo'lmagan. O'shalar ham ishlata olmadi, zdaniyasi yo'q, bilmaydi. Endi hozir o'zimdan chiqib ketmoqchi, bizdan yordam so'radi. Shu tovarlarimni qaytarib olib beringlar deb nima qilyapmiz, tovarlarni olyapmiz endi. U endi qancha turgan yerga xranilishchi qancha pul yeb taylagan, shular ham bor. Misol mana ko'p joyda ko'rsak bo'ladi, ijtimoiy tarmoqlarda ham misol uchun bizga ham yozishadi. O'zimdan chiqib ketdim, Yandexdan chiqib ketdim, minusga kirdim, u qildim, bu qildim degan juda ko'p negativli yoziladi-da. Shunaqa. Nimaga? Uni shuncha odam ishlayotgan bo'lsa, da 100% hammasi pul topyapti emas. Kimdir prosta bilmayapti nima qilayotganini. Shunga qoqilyapti, boshqa qilyapti. Shunga ham misol uchun o'sha minusga kiryapti. Lekin o'zidan ayb qidirmayapti-da. Men nimadir bilmayotgandirman, yo boshqa qilayotgandirman degan ayb qidirmayapti. Biz ham mana shu 25-yilda o'zim lichni 2 marta o'qishga borib o'qidim. Bittasiga 5000 to'ladim dollar, bittasiga 6500 dollar to'lab o'qidim. Keyin hozir mana yana o'qishga yozildim. Anaqadan noyabr 5-sidan o'qish boshlanadi O'zbekistonda. Shu biznes rivojlanish boshqa bo'yicha. Unda yo'q 3 marta o'qidim. Yana bittasida o'qiganman. Alisher Kesayevdan o'qigandim. Ana biznes tizimlashtirish bo'yicha boshqa. Undan oldingisida boshqa anaqalarda o'qidim. Ya'ni joyda turaversak yoki bilmasdan nimalarga qadam bossang, xatoyimiz cho'mchagiga uradi-da. Shuning uchun misol uchun birinchi o'rinda bizga keladigan maslahatga kelgan odamlarga aytamizki, pulingizni olib chetga surib qo'ying, shkafga olib kirib qo'ying, ustidan beton qo'yib yuboring, tegmang, molga tikmang. Birinchi bilimini oling. Ular qilgan xatoni siz har holda kamroq qilsangiz, undan keyin sekin asta-asta, azgina-azgina pulni tikishni boshlang. Birdaniga hammasini tikib yubormang. Agar misol mana sizni qo'lingizda aytaylik 1000, 2000 yoki 3000 dollaringiz bo'ladigan bo'lsa, o'shani yoki 5000 pulingiz bormi farqi yo'q. Borib turib, birinchi bir 200-300 dollardan boshlang. 200-300 dollarga mol tikib, mayli o'shanda eksperiment qilaman deb bo'lsa ham-da. Undan tashqari yuridik shaxs tuzmasdan tanishingizni yuridik shaxsdan foydalanish kerak boshida. Oylik to'lov to'lamaslik uchun. Yoki mana 26-yildan 1-yanvardan boshlab turib prezidentimiz qaror chiqardilar, 1% GTTga to'lanadigan bo'ldi. Mana o'shanda o'zingizni nomingizga ochib turib, ja osonlik bo'ladi, bemalol ishlasangiz bo'ladi. Ishlasa bo'ladi. O'shanga xudo xolasa, boshlayotganda xarajatni kam qiladigan formasini qilish kerak-da birinchi. Pulni yo'qotib qo'yish kerak emas, sekin-sekin qadam qo'yish kerak. Nima demoqchiman, men biz shu darslaringizga kelib qatnashdik, videolarga chiqdik-ku. Odamlar o'yladiki, biz qanaqadir nimalar bor-ku, motivatormi nima deydi. Boshida odamlar mendan so'radi shu, men dedim, yo'q, u yerda unaqa narsa emas. U yerda biznesni o'rganasan. Hayotni senga hech kim o'rgatmaydi u yerga. Biznesni o'rgatadi. Qanday ish olib borishni o'rgatadi. Har xil nimalar bor-ku, o'zi kurslar chiqib ketgan. O'shan yosh boshiga jo'ralarimiz shunaqa o'yladi, qanaqadir darslarga boryapsan-da, yo'q. Biz biznes qilishni endi bilardik-ku, kamroq baribir uncha chuqur emas. Bu hozir aytganingizdek baribir bu ham yaxshi taraflarini aytyapmiz. Qiyinchiligi ham bor buni. Конечно. Endi biznesni o'rganamiz deganda ko'pchilik nimani o'rganar ekan deb o'ylaydi-da. Misol uchun mashina haydashni o'rganishga ham dastlabga borib o'qiymiz-ku, to'g'rimi? Dastlabga borib o'qiganini bitirib chiqqanimizdan keyin o'zidan-o'zi haydab ketib qolmaymiz. Instruktor olamiz. Instruktor bilan birga azgina haydaymiz, boshqa qilamiz. Je bo'lmasa rulimizni ushlab turadi. Bundoq o'ylanibki urib olmagan, mana qayerda tormoz bor, sanitda radar turibdi, jarimaga tushasan degan joylarni saqlab, har holda keyingi mashinamizni olganimizda uni ham asta-sekinlik bilan deganda kichkina bitta Matizda ko'chaga chiqib, haydab, o'tinib azgina qilib olish ehtimoli bor. Undan keyin o'sha 1 yildan keyin bitta zo'r mashina olib haydasangiz bo'ladi, misolda. Biznes ham shunaqa narsa. Birdaniga anaqani nima deydi, Li9 olib ko'chaga chiqib oladigan bo'lsangiz, 2 marta qilsangiz narxi 2 barobar tushib ketadi. Biznes ham shu, kasodda degani. Shunaqa. Shunga suhbatimizni chiroyli bir yakunlash uchun bir 10 ta qadamni aytib beringlar. 0 dan, misol uchun bo'ldi, men ko'rdim, qiziq ekan,
men bu narsani sekin-sekin izlansam bo'lar ekan deganda o'zingizni ukangizga, jiyaningizga, radnoyingizga mashinadan boshlagin degan bir 10 ta qadamni aytib bering. Birinchi buni qilasan, buni qilasan, buni qilasan deb. Sarvar aka qay. O'qishdan agar ichiga nima qiladigan bo'lsak, ichiga kiradigan bo'lsak, o'zi вообще birinchi o'chirda nima tovar sotish yaxshi analitika qilish kerak. Ikkinchi o'chirda konkurentlarni kuzatish kerak, обязательно. 100% hozir har xil platformalar bor, analitik platformalar bor, boshqa narsalar bor. Hisob-kitob. Eng glavnisi bu hisob-kitob. Va o'zi eng og'riqli joyim mana shunda bo'lgan. Оборот bo'rgan. Qancha foydadamiz, qancha nimadan, o'zi qancha pulimiz оборот bir oyda, 2 oyda necha marta sikl aylangan, o'sha narsani bilmaganmizda. Imminni o'sha narsani o'rganaman deb kelganman shu narsaga. Hisob-kitob. Hisob-kitob qilish uchun biz do'konda ham ishlasak hisob-kitob qilamiz deydi-yu. Yo'q, unaqa emas. O'zini raqamlarni ko'rish, ya'ni o'sha analitika deganda biz aytaylik biron do'koniga borib turib, 10 ta shapka sotayotgan ekan, 100 ta oyoq kiyim sotayotgan ekan degan analitika qilishimiz bor-da. Endi analitikani hozir misol siz zo'r bilasiz, bu yerda bilmaydigan odamga bir mohiyatini tushuntiring-da. Misol uchun qanaqadir raqamlarga tayanasizmi, boshqa qilasizmi, qayerdan analitikani olasiz o'zi? Nima analitika degani? Analitika offlaynda analitika qilib bo'lmaydi, bilasiz. Birovni magaziniga, konkurentingizni magaziniga borib ichkariga nima sotasiz? shunaqa. U mumkin emas. Savdoni ichida bizga ustozlarimiz shunaqa o'rgatgan. Konkurentingning magaziniga hech vaqt borish mumkin emas u narsa. Bu yerda programmalar bor. Bemalol kirib, nima narsa sotyapti, necha puldan sotyapti, qaysi rangidan, qaysi razmeridan ko'p sotyapti, sizga chiqarib beradi. Ya'ni bu ochiq ma'lumot. Ochiq ma'lumot. Ochiq ma'lumot. U ichida 1 millionta har xil raqam bor. Siz o'shani to'g'ri o'qishni bila oladigan bo'lsangiz, u 10 ta konkurent omborxonasida turib qo'ygan tovarni siz uje uni olmaysiz. Bilasizki, bu rangi ketmayapti, bu razmeri ketmayapti, nima tendensiya bo'layotganini bilasiz. Keyin undan tashqari 1 oy, 2 oy yoki 3 oydan keyin nima sotish mumkin degan ehtimolni ola olasiz. To'g'ri. Oldingi yilga, undan oldingi yilga Qaysi faslda nima narsa qachongacha sotilishigacha. Misol men dekabr kelyapti misolda. Dekabrda men nima sotishimni bilishim uchun shunda orqaga qaytib turib 24-yil dekabrda nimalar zo'r ketgan, nimani olib kirsam bo'ladi, nimani olib kirmasam bo'ladi, nima nech puldan sotilgan, boshida balki 100 ming sotilgan bo'lsa, oxirida 50 mingga tushib ketdimi degan hammasini ko'ra olasiz. Ranglarigacha, razmerlarigacha siz. Shunda uje xatoni bir 80% ga tushirasiz. Endi 100% tushirib bo'lmaydi, hammasi Allohdan. Hatto dekabr oyida qilgan tovaringizni analizini qachon bu nimani sotishni boshlashingizdan bila olasizda o'sha narsa. Qachon bu tovarga kirib kelish kerak? Shunaqa, masalan, dekabr oyida sotiladigan narsani dekabrning boshida kiribman, dekabrda sotaman desa, u ham juda katta xato narsada. Undan ham muhimi, qachon tugatishi ham bilish kerak. Ya'ni har doim poyezdni orqasidan yuguravermasdan, offlaynda bundoq qarasangiz, ayoqda zo'r sotilayotgan ekan mana bu narsa. Shappa olib kelib tiqadigan bo'lsangiz, uni bozor olib qoladi. Buni olib kirib tiqaman desiz, u zo'r sotilayotganini ko'rib, unigani bozor olib qoladi, kech bo'lib qoladi. Ya'ni poyezdni orqasidan yuguraverasiz. Bu yerda oldindan bilib, uje rostmana reja bilan, taktika bilan ish qilsangiz bo'ladi. Avvalambor hammaga rahmat kattakon. Manfaatli video bo'ldi deb o'ylayman. Naboda agar qanaqadir yana savollar boshqalar bo'lgan bo'lsa, pastda kommentariyada yozib yuborsanglar, bizni sizga qiziq bo'lgan mavzuni ochishga harakat qilamiz. Mana bu narsasi menga qiziq bo'lyapti, mana bu joyini tushunmayapman yoki misol uchun men o'zimda Yandexda savdo qilib turibman, menga mana ma'lumotlar kerak deydigan bo'lsanglar, mana shunaqa misol o'zimiz shogirdlardan boshqalardan iltimos qilib birma-bir olishni boshlaymiz. Yangilikni ham aytib ketasizmi bir Samarqandga? Ha. Yangiligimiz bor. Xudo xolasa biz mana Dilshod aka bilan, Bobur aka bilan bir maslahat qilib turib, shu Proyecom ekotizimini, akademiyasini boshqa viloyatlarda ham birma-bir o'sha yerda o'qishni tashkillashtirish niyat qildik. Shuni loyihasini ustida ishlayapmiz. Hozirchalik vaqt kamlik qilyapti, chunki biz asosiy ishimiz bir 80% bu tovar biznesi bilan shug'ullanish, boshqa qilish, bir 15% shu akademiyamiz. Shuning uchun ham misol uchun vaqt borasida haligacha ham ulgurmadik, lekin rejamizda bor. Shu e'lonni beramiz. Shunga albatta iltimos qilib qolamiz. Qanchalik ko'p like bosib,
perisilka qiladigan bo'lsangiz, ya'ni birovga yuboradigan bo'lsangiz, shu unga ham foydali bo'lsin deb va komment yozadigan bo'lsangiz, bu algoritm YouTube'niki tepaga ko'tarib beradi va boshqalarga tavsiya qiladi va boshqalar ham shuni ko'radi. Xuddi shu tarzda Uzummichida, ya'ni Yandexda ham xuddi shunaqa ishlaydi. Shunga hammaga rahmat kattakon, sog' salomat bo'linglar.